Men ham Dubayda qolib ketganimni aytgim kelmagan edi. Uyga yetib olganimdan keyin mana keldi. Mashhur blogerlar Zibo Rahimova va Umid ayni paytda Dubayda qolib ketganini ma'lum qildi. Hududdagi vaziyat Eron tomonidan Qatar va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Amerika harbiy bazalariga berilgan zarbalar ortidan keskinlashgani aytilmoqda. Shundan so'ng bir qator xalqaro reyslar vaqtincha to'xtatilgan. Ko'pchilik yozib tashyapti-da, xotir olib. Lekin men yaxshiman, xotirsiz joydaman, gostinitsada. Bemalol xotir olmasanglar. Zibo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali kuzatuvchilarni tinchlantirib, o'zlari xavfsiz joyda ekanini bildirdi va ortiqcha xavotirga o'rin yo'qligini ta'kidladi. Hamkori Umid ham alohida murojaat qilib, xullas azizlar, biz Dubaydamiz. Qolib ketdik. Chunki Dubayda qiladigan ish yo'q edi, shunchaki Dubayga tushib, Braziliyadan Dubayga kelib olib, Dubaydan Toshkentga uchishimiz kerak. Chunki to'g'ridan-to'g'ri reys yo'q. Lekin qolib ketdik. Mana reyslar qachon bo'lishini ham hech kim bilmaydi. Qachon aeroport ishlashini ham bilmaydi. Xullas, hozircha shu yerda umr guzaronlik qolamiz. Faqat aylanishga ham odam borgisi kelmayapti, o'zi ishlayaptimi-yo'q bilmayman ham. vaziyat barqaror ekanini, muammo faqat aviaqatnovlar bekor qilinganida ekanini aytdi. Ularning so'zlariga ko'ra, Dubay safar rejalashtirilgan manzil bo'lmagan. Braziliyadan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri parvoz bo'lmagani sabab ular Dubay orqali qaytishni rejalashtirishgan, ammo aynan shu vaqtda reyslar yopilib, yo'l kechiktirilgan. Shuningdek, mehmonxona narxlari qisqa muddat ichida keskin oshgani ham tilga olindi. Zebo bu holatni hazil aralash izohlab, vaziyatga yengil kayfiyat bilan yondashdi. Hozirda blogerlar Dubayda qolib, rasmiy axborotlarni kuzatib bormoqda.